obunachilarga hello, sizlar bilan Jasur Gamer. Bolalar, bugun sizlar bilan men videoga sarf uzlashlarni davom ettiraman. Albatta sizlarga birinchi uyimni tanishtirib o'tsam, mana sabzavotlar terib olganman. Sizlarga ko'rsatmasam, keyin video qilishganimga yo'q. Hozir mana men video olish keyin kalamga kelgani uchun sizlarga yana bir bor bo'lsa moskindan keyin video chiqardim. Mana bu garaj to'g'ri mashinam yo'q. Lekin men turgani yaxshi. Bu o'tgan videoda yo'q dedim. O'tgan o'ynaganda yo'qmay ketibman. Shu eng past darajam bo'laman. Bilmem, sabzavotdan ko'proq yeyish kerak edi-yu, nechta chiqsa chiqadi bolalar. 45 ta 49 ta bo'ldi. Endi hammasini bir gala qilishim kerak. Keyin bularni merga topshiraman. Va bugun qishloqda nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Qishloqda nima bo'ladi, nima gap? Aytgancha men ham polisni yig'ishga chiq degan. Menimcha bugun kun bilan polizda ishlayman shekilli. Bilmadim. Men o'sha ekishni boshladim. Do'stlar, men sizlarga bitta kanal tavsiya etaman. Uni nomi Hasanboy Public. Albatta uni kommentariyada qoldiraman. Hasanboy Public nomini aytib qo'yay, lekin kommentariyada chiqqanlar uchun shu videoga kirib kommentariyada ko'rasizlar do'stlar. Bilmadim. Bugun agar soliq topshirish kuni bo'lmasa kerak bo'lsa voy bo'lib. Demak, men janob merga yarim sabzlarni sotaman. Shunda yarim sabzi o'zimga qoladi, to'g'rimi? Ketdik bolalar, mana shu 30 ta nechtasini diramab qolaman. Chunki uyda bundan ko'pini. Ha do'stlar, bu almaslik kirka mendan nima qilyapti? Kirka deyapman lapatga. Короче, nechta bo'ladi? 57 ta. Yomon emas. Bolalar to'xtanglar-da, men hozir mana bunchasini janob merga beraman. 14 tasi o'zimda qolarkan, mana 14 ta qoldiraman. Bundan 14 ta qoldiraman. 14 ta qilish kerak. Shunday mana terib olaman hozir bolalar, qaranglar. 10, 12, 14 bo'ldi mana. Endi 3 tasini bu yoqqa qo'yamiz. Albatta, lekin janob mer buni olmasa kerak. Lekin bug'doylarni hammasini topshirib yuboraman. Ketdi. Vasak. Ko'rib turganlaringiz. Tak. Ya.
Men janob mer. Bola kesilma. Kiraveraymi? Ha, albatta kiraver. Ko'rdinglarmi bolalar? Va to'xtang. Hopa. Xo'sh, janob mer. Bolalar janob merda sandiq yo'q ekan. Shuning uchun menga nechtadir daraxt kerak. Va daraxt topishga olg'a bo'lmasa. Albatta bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi. Musobaqa degan videomga ham. Mana bu ham kanalimga chiqqan. Musobaqa degan kanal. Kirib obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, sizlardan eng katta iltimosim shu. Pastda obuna degan tugma turibdi. O'shani bitta bosinglar tamom. Do'stlar, menimcha ikkitasidan yasoqlar edik. 8 menimcha 6 tadan. Mana bolalar janob merga sandiq yasadik. Endi yugurdik oldiga qarab sandiqni olib. Janob mer, mana sizga sandiq olib keldim. Rahmat Jasur kamer. Arzimaydi va sog'liqlarni qo'yib ketyapman. Ha, qo'yib ket. Bolalar, qo'yib ketamiz. Bo'l janob mer, qo'ydim. Ha, rahmat. Aytgancha, bular bu safar resha chiqdi. Sabzidan 43 ta, kartoshkadan 39 ta, bug'doydan 26 ta. Ha, mayli. Xayr janob mer, xayr. Xayr janob mer, xayr janob mer. Mayli, xayr. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek bagaratni ham tozaladim. Bu yerda to'g'ri hozir o'zim bir nechta non yesa bo'laman. 36 tadan vachach. Bolalar non qanday yasalardi o'zi qilayimda. Hoppa mana. Bolalar, короче, o'yin bolalar, sezmanman. Mayli. Da bizlar ketishimiz kerak. Uyimizdan ko'ryaptilar. O'zim bir borib kelaychi. Agar kechgacha qayta olsam, borib kela olaman. To'g'ri, u uzoqda emas. Hoppa, ko'rdinglarmi do'stlar? Bu qorli joy. Qishlog'imizning to'g'risida joylashgan. Ha, to'g'risida joylashgan. Bitta qor yoqqan, muz bo'lgan. Bola hozir mana qorni berib ketadi. Hoppa, tagiga chiqib olib. Qishloqni mana bitta kuzatib tursang ham bo'ladi.
Bolalar lekin kech bo'lyapti, ketish kerak. Voh, bolalar. Jonimni yomon edi-ku. Mayli. Bolalar bolalar tushib ketay dedim. Qanaqasi? Bolalar aytgancha janob mer buni endi yig'ishtirib ol degandi. Mayli, keyin yig'ishtirib olaman. Yana ertaga. Xo'pa qilib, uyga kiramiz. Bola ertalab turib video. Va mana bolalar tong ham otdi. Men janob merni ishini qilaman-ku. Ketdi. Tezroq tayyorlashim kerak. Mana shu yogurtni degan kecha. Bilmadim, suvga tushganlar bormikan. Lekin bundan yaxshi edi. Omad topsa bo'ladi. Lekin bu ahmoq jitellar daromad qilmaydi. Va mana bunga mayli buguncha tegmay turamiz. Qolgan hammasini yig'ishtirib olamiz. Agar u kezib ketsa mendan emas. Xo'pa. Bolalar buni merga tez topshirib kelish kerak, shuning uchun tezroq harakat qilyapman. Ha, to'g'ri. Oppa qilib, voy bolalar. Bu yoqqa kartosh, sabzi ekamiz, nimalar deb tashlayapman o'zi. Va ketdik, buni janob merga topshirib kelamiz desam hazil. Chunki keyin janob mer bugun kecha o'zimnikini topshirib keldim. Boshqalarnikini yig'sang ham o'zingniki bilan qo'shib anav qilasan degandi. Shuning uchun mayli qo'yib qo'yaveray. Xo'sh, obunachilar, video yoqqan bo'lsa videoga like-chalarni bosa va o'sha aytgan kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Hasanboy Publik sizlar bilan Jasur Gamer bo'ldi. Buni ikkinchi qismini ham chiqishini istasangiz kanalga obuna va like bosing. Xayr.